Ramazon oyi hammamizga muborak bo'lsin. Do'stlar, mana qizchaning videosini hamma ko'rib bo'ldi уже. O'zbekistonlik Sardor Ganisterga video murojaat qilib chiqdi. Ya'niki yordam so'rab chiqdi. Sardor Ganisterdan ham Alloh rozi bo'lsin. Videosini qabul qildi. Yordam beramiz dedi. Kelingizlar do'stlar, biz ham befarq bo'lmaylik. Shu videoga esa bitta like bosib, videoni esa tarqatib qo'yamizki, aka-ukalarimiz xayr qilaman, yordam beraman degan aka-ukalarimizga video yetib borsin. Ozgina bo'lsa ham o'zimizga hissamizni qo'shaylik. Videoni o'tkazavermay oxirigacha ko'rishlaringizni so'rardim. Bu yerda esa Guliston TV Usmonjon borib video qilgan. Shu qizchaning onasi esa o'zlarining shaxsiy raqamlari, karta raqamlarini aytib o'tadi. Bemalol ehsonlaringizni qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Sizlardan so'rayman, yordam beringlar. Beqarz yashaylik deb shu niyatda biz video qilib TikTokka chiqargandik. Endi ishonchimiz borki, bir aytib bo'lmaydi inshaalloh. Ro'za Ramazonda bizga uyoq berishsa, juda ham xursand bo'lamiz. Yo'q, mikrofon menda bor. Hozir keldim, shu odamlar yordam berishni boshlabdi-ya. Mana bu o'zlari aytdi. Yordam beryapti ekan. Opajon, shu o'rinda kartangizni aytib bersangiz edi. Kartam 98 770 hozir ismdan chiqyapti. 98 770 05 79 Dushanbe City Alif kartamiz. 919 23 34 81 SHT vizamiz bor, onlayn bor, Ken Korti Milli. Hammasi shu nomerda. Nima deb chiqadi? Go'zal Litpiloyeva deb lotincha chiqadi. Go'zal Litpiloyeva. Hozirda mana bu o'zini analiz, rentgen qog'ozlarini olib keldi. Men buni hozir